Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 5-darsini o'qiymiz. Biz o'tgangi soatlik darsimizda muqaddima qismining oxirgi mazmuni bo'lgan mizonus sarfi, morfologiyalik o'lcham haqida to'xtaldik. Endi biz bugun sarf ilmining asosiy mazmuni bo'lgan mutasarrif fe'l qismiga kiramiz. Biz kitobimizning beshida sarf ilmining masalalarini tushuntirgan vaqtimizda sarf ilmi mutasarrif fe'l va mutamakkin ma'rab ism haqida so'zlaydi degan edik. Biz hozir qadar sarf ilmiga aloqador bo'lgan, sarf ilmi kirishni ilgari tushunishga tegishli bo'lgan bir qism mazmunlarni muqaddima shaklda tushunib o'tdik. Endi biz bugun sarf ilmining asosiy qismiga kiramiz. Bu asosiy qismi qaysi? Birinchidan mutasarrif fe'l. Biz mutasarrif fe'lniki nima ekanligi haqida muqaddimada taqsimul af'al degan bir mazmunni berib, bu mazmunda qisqacha tunishib o'tdik. Ya'ni mutasarrif fe'lning nima ekanligini tunishib o'tdik. Endi biz bugun mutasarrif fe'lningki tafsilotiga kiramiz. Endi mutasarrif fe'l birinchidan madi va mudari va amr deb 3 turga ayriladi. Biz bugun bu haqda so'zlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Al-babul awwal. Birinchi bab. Ya'ni birinchi bab fe'l haqida bo'ladi, ikkinchi bab mu'rab ism haqida bo'ladi. Birinchi bab fil fi'li va fihi iddatu taqasim. Fe'l to'g'risida bunda bir qancha taqsimotlar va birinchi taqsimoti, bugungi darsimiz bo'lgan birinchi taqsimoti at-taqsimul awwal lil fi'l. Fe'lning birinchi taqsimoti. Endi fe'l zaman e'tibori bo'yicha o'tgan zaman, hozirgi zaman, kelgusi zaman deb 3 turga bo'linadi. Endi biz buni arab tilida bu 3 zamonga yaqinlashtirib atagan vaqtimizda fi'l madi, fi'l mudari, fi'l amr deb ataymiz. Ya'ni zaman e'tibori bo'yicha fe'l necha qismga bo'linadi? 3 qismga bo'linadi. O'tgan zaman fi'l madi, fi'l mudari, hozirgi zaman fi'l amr, kelgusi zaman. Endi deydi yanqasimul fi'l bi'tibari zamanihi ila madin va mudari'in va amrin. Fe'l zaman e'tibori bo'yicha, ya'ni vaqt e'tibori bo'yicha madi, mudari, amr deb 3 qismga bo'linadi. Madi degan o'tgan zaman fe'l. Zahaba ketdi. Mudari hozirgi zaman yazhabu ketyotdi yoki bu kelgusi zamonga qo'llanadi. Ammo sin savfi kelganda mutlaq kelgusi zamonni bildiradi. Sin savfi kelmagan ahvol asosida ko'p hollarda hozirgi zamonni bildiradi. Amr buyruq fe'l. Buyruq fe'l bu kelgusi zamonni bildiradi. Unda olsa madi degan nima, mudari degan nima, amr degan nima deganda biz so'zni ism, fe'l, harf deb qanchaga bo'lgan? 3 ga bo'lgan. Fe'lni tushuntirgan vaqtimizda fe'lni deb tushuntirgan edik. Fe'l deganimiz o'zidagi ma'noga 3 zamonning biri bilan birikib turib bildirgan so'zni biz fe'l deb atagan. Endi bu fe'lning ichidan fi'l madi qanday fe'l deganda, fi'l madi deganimiz o'zidagi ma'noga o'tgan zaman uqumi bilan bog'lashib turib bildirgan so'zni biz nima deymiz? Fi'l madi deymiz. Endi deydi fal madi, mazi deganimiz ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarin biz zamanil madi. Mithl jaa va ijtahada va ta'allama. Deydi mazi deganimiz o'zidagi ma'noga o'tgan zaman bilan birikib turib dalolat qilgan narsa. Ya'ni bir ma'noni bildirdi, bu ma'noda o'tgan zaman uqumi bo'lsa, bunun bo'ladi fi'l madi bo'ladi. Masalan, jaa. Bu jaa degan so'z nima degan ma'noni bildirdi? Keldi degan ma'noni bildirdi. Endi bu keldi degan so'zda vaqt uqumi bormi, yo'qmi? Bor. Kelishdan iborat bir vaqt uqumi bor. Endi bu vaqt uqumiga qaysi zamonga tava? Keldi o'tgan zamonga tava. O'tgan zamonga. Demak, vaqt uqumi bo'lib, bu vaqt uqumi o'tgan zaman bo'lib qolsa, bu qanday fe'l bo'ladi? O'tgan zaman fe'li. Ya'ni fi'l madi bo'ladi. Vajtahada va ta'allama. Tirishdi, o'rgandi. Hammasida tirishdi, o'rgandi. Ya'ni o'tgan zaman. Unda o'zi bu qanday fe'llar? Fi'l madi. Endi bu fi'l madini fi'l mudari'dan ayirib turadigan, fi'l amridan ayirib turadigan alomatlar bormi deganda, uning alomati ayyuqbalata va ta'nis as-sakina. Sakinlik ayollikning ta'sini qabul qilish. Masalan, katabat, zahabat, jalasat degan vaqtda mushada sukunlik ayollikning ta'si qo'shilgan bo'lsa, buning bo'ladi fi'l madi bo'ladi. Masalan, katabat yoki domirining ta'sini, ya'ni fa'illikni bildiradigan katabta, katabtu, katabtum degandiki, mushu
Damirning ta'sirligini, damirninki payliqni bildirgan ta'sini qabul qilish nimaning alomati? Fi'l modining alomati. Endi biz fi'l modini tushunib bo'ldik. Fi'l mudari degan nima deganda, fi'l mudari deganimiz ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin biz zamanin yahtamilu al-hal wal istiqbal. Fi'l mudari deganimiz o'zidagi ma'noga hozirgi va kelgusi zamonni ihtimal ilib turib bildiradigan so'zni biz nima deymiz? Fi'l mudari deymiz. Qayda ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin biz zamanin yahtamilu al-hal wal istiqbal. Yani o'zidagi ma'noga kelgusi va hozirgi zamonni ihtimal ep turib, ihtimal oladigan bir vaqt bilan birikib turib, o'zidagi ma'noni qanday qilgan bildirgan so'z. Ya'ni bu o'zida bir ma'no bor. Bu ma'nosi hozirgi zamonni bildiradi, kelgusi zamonni bildirish uchun ehtimoli bor. Bunda o'qasi biz buni deymiz? Fi'l mudari deymiz. Masalan, yaji'u desak kelyapti. Sayaji'u deb sinna kesakcho keladi degan bo'ladi. Demak, buningda hozirgi zaman va kelgusi zamoncho ma'nosini o'z ichiga oladi. Yajtahidu yata'allamu tirishidi va o'rganadi. Hammasida hozirgi va kelgusi zamoncho bor. Demak, bu fi'lning o'zini hozirgi zaman shaklida qo'llangan bo'ladi. Sinna kelish, savfina kelish orqali kelgusi zaman shaklida qo'llangan bo'ladi. Endi bu fi'l mudari'ning o'ziga xos alomati bormi? Fi'l modi va fi'l amrdan ayirib turadigan o'ziga xos alomati bormi deganda albatta bor. Birinchisi ayyuqbala sin aw sawfa aw lam aw lan. Ya'ni sinni qabul qilish, sawfini qabul qilish, lamni qabul qilish, lanni qabul qilish. Fi'l modi sinni qabul qilmaydi yoki fi'l amri qabul qilmaydi. Sawfa demak sin, sawfa, lam, lanning kirishi faqat buning nima ekanligini bildiradi, fi'l mudari ekanligini bildiradi. O'ziga xos bo'lgan alomati. Masalan, deymiz sayaqulu, asli yaqulu. Sayaqulu desa bu fi'l mudari ekan deymiz. Chunki bu sinni qanday qildi? Qabul qildi. Sawfa naji'u patiqini kelamiz. Lam aksal, lan ataakhkhar. Demak, bu fi'llarmi fi'l mudari. Chunki lamni va lanni qabul qildi deymiz. Demak, sinni, sawfini, lamni, lanni qabul qilish fi'l mudari'ning alomati. Unda o'z fi'l amr degan nima deganda, fi'l amr deganimiz ما دل على طلب وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير اللام الأمر. أنا فعل أمر دينجا بuyruq fe'li degan. Buyruq fe'l deganimiz, ya'ni uningda bir buyruq ma'nosi olgan fe'lni bo'ladi, buyruq fe'l bo'ladi. Endi buni o'lchamlik tunishtirilishi xitob qilingan fa'ildan, ya'ni xitob qilingan fa'ildan amrning lamisiz fe'lninki tushishini talab qilishni bildiradigan narsa. Xitob qilingan, ya'ni biz bir odamga xitob qildik, yoz, o'qi deb, bu xitob qilingan fa'il, ya'ni shu qilg'uchidan amrning lamisiz, ya'ni amrning lamini akamasdan uningdan bir ishni qilishni talab qilishni bildiradigan so'zni bo'ladi, fe'l amr bo'ladi. Masalan, uktub desam yoz degan bo'ladi. Men hozir sizga qarab turib yoz degan bo'lsam, siz xitob qiling'uchi, muxotib, xitob qiling'uchi. Xitob qiling'uchidan mush yezishdan iborat harakatning kuyishini, yuz berishini qanday qildim? Talab qildim. Qaysi so'z orqali talab qildim? Uktub degan so'z orqali talab qildim. Demak, bir ishningki yuz berishini talab qilishni bildirgan so'zni deymiz, fe'l amr deymiz. Endi bu yerda amrning lamisiz deb qo'ydi. Amrning lami deb bir harf bor. Odatdagi amrga bu amrning lami kirib qolsa, bu muxotabdan emas, g'oyib, ya'ni uchinchi shaxsdan bir ishni qilishni talab qilishni bildiradi. Masalan, uktub desam yoz degan bo'ladi. Buningda amrning lami yo'q. Endi liyaktub deb amrning lamini akirib, liyaktub desam nima deganni bildiradi? Yozsun degan bo'ladi. Ha, yozsun, ya'ni u qanday qilsin? Yozsun degan bo'ladi. Bu amr g'oyib deb ataymiz. Masalan, kel, ijtihad, tirish deganga o'xshagan. Endi bu amrning o'ziga xos, fe'l mudari, fe'l modidan ayirib turadigan o'ziga xos alomati bormi deganda, albatta bor. Uning alomati ayyadulla ala talab bis-sigha. Ya'ni uning alomati sig'a bilan, ya'ni mush amrning qurilmasi, amrninki sig'asi bilan talabni bildirish kerak. Bir ishni qilishni qanday qilish, talab qilishni bildirish kerak. Ma'a qabulihi ya al-muannath al-mukhataba. Ya'ni ayollik ikkinchi shaxs ayollik birlikninki yasini qabul qilish bilan birga sig'i bilan, ya'ni amrning sig'asi, qurilmasi bilan
talab qilishni bildirish uning nimasi alomati. Bunda deganlikki, masalan, ijtihid desak tirish degan bo'ldi. Bu bir ishni talab qilishni qanday qildi? Bildirdi. İctihidi tirishing siz ayol degan gap, ayol. Demak, bu ya ayollik, ikkinchi shaxs ayollik nomasi yasi. Buni qabul qilganlikka nimaning alomati? Amrning alomati. Ondan boshqa amrni bildirgan so'zlar jiq, ammo bu amrni bildirgan so'zlar ya'ni siyg'a bilan emas, ya'ni amrning qurilmasi bilan emas. Masalan, alayka bis-salat desam, namozni lozim tut degan gap. Ha? Namozni lozim tut degan gap. Bu yerda bir namozni lozim tutishni iborat bir ishni talab qildim, shundaqmi? Ammo bu yerdagi alaykani fi'l amrdan yo'q. Nima uchun buningda amrning siyg'asi yo'q? Endi oxiri deb qo'ydigan bir qoida va amma ma yadullu ala ma'anil af'al. Endi biz bugungi darsimizda fe'l modini o'rgandik, fe'l mudori'ni o'rgandik, fe'l amrni o'rgandik. Endi fe'lda qadakan onda bir ish harakat va vaqt hukmi bo'ladi ekan. O'tgan zaman vaqt hukmi bo'lsa fe'l modi, hozirgi va kelgusi zaman hukmi bo'lsa fe'l mudori, bir ishning yuz berishini talab qilish ma'nosi bo'lib qolsa, buni nima deydi ekanmiz? Fe'l amr deydi ekanmiz. Endi bularning har biriga o'ziga xos alomatini qabul qildik. Qabul qildigan alomatlarni so'zladik. Endi arab tilida fe'l modi, fe'l mudori yoki fe'l amri bu o'xshash harakatni bildiradigan so'zlar bor. Yani hareketni bildiradigan, yani fe'l modi bildirgan ma'noni bildiradigan, fe'l mudori bildiradigan ma'noni bildiradigan, fe'l amri bildirgan ma'noni bildiradigan, lekin uning alomatlarini qabul qilmaydigan, ya'ni uning alomatini qabul qilmaydigan, uningga masalan fe'l modi ma'noni bildiradi, lekin uningga fa'ilning ta'sirini qo'shqilinmaydi. Fe'l mudorining ma'nosini qabul qildi, lekin uningga sinni qo'shqilinmaydi. Mushuningga o'xshagan uning alomatini qabul qilmaydigan, ammo shu fe'lning ma'nosini bildiradigan so'zlar bor. Buni qanday qilamiz deganda deydi: "Va amma ma yadullu ala ma'anil af'al." Amma fe'lning ma'nilariga dalolat qiladigan va la yaqbalu alamataha va uning alomatini qabul qilmaydigan so'zlarni deymiz, fa yuqalu lahu ism fe'l. Uning uchun ism fe'l deyiladi. Buni biz ism fe'l deb ataymiz. Fe'lning ma'nosini bildiradi. Ba'zi fe'l modining, ba'zi fe'l mudorining, ba'zi fe'l amrining ma'nosini bildiradi, lekin uning alomatlarini cho'q qabul qilmaydi. Masalan, men baytidin alayka lozim tut, ching tut degan ma'noda. Alayka bis-salat desam degan bo'ladi. Namozni lozim tut degan bo'ladi. Endi buningda buyruq fe'l ma'nosi cho'q bor. Lekin bu buyruq fe'lninki, ya'ni fe'l amrining alomati yo'q. Buyruq fe'lninki alomatini bitti. Birinchidan siyg'a bilan, ya'ni cho'qim amirning siyg'asi bilan bo'lish kerakdi. Ikkinchidan muxotabning yasini qabul qilish kerak. Masalan, ayol kishi demoqchi bo'lsak, ayol kishiga namoz lozim tut demoqchi bo'lsak, alayki bis-salat deymiz. Alayki bis-salat. Bunda muxotabaning yasi yo'q. Demak, alomatini qabul qilmaydi. Ammo ma'nosini bildiradi. Biz buni nima deb ataymiz? Ism fe'l. Ism fe'l deb ataymiz. Fe'lning ma'nosini bildiradi, lekin uningda fe'lning nimasi yo'q, alomati yo'q. Masalan deydi: hayhata. Hayhata degan gap ba'uda degan gap, yiroq bo'ldi degan gap. Fe'l modi ma'nosini bildiradi. Fe'l modi o'xshash yiroq bo'ldi o'tgan zaman ma'nosi bor. Ammo biz buni fe'l demdik, yo'q, buni biz ism fe'l deymiz. Nima uchun? Chunki bu fe'lning ma'nosini bildirgan bilan alomatini qabul qilmaydi. Masalan, buningga fe'l modini bildiradi, fe'l modining alomatlarini qabul qilmaydi. Masalan, buningga ta'ni qo'shqilinmaydi. Ya'ni fa'ilning ta'siri qanday qilinmaydi? Qo'shqili bo'lmaydi. Ayollikning, sukunlikning ta'sirini qo'shqilinmaydi. Uffin atadajja degan gap, tuyab ketdim degan bir xil bearam bo'lish, tuyab ketishni bildiradi. Ya'ni bu fe'l mudori'ni qanday qildi? Bildiradi. Ammo buningga sawfa uffin, sauffin deb qo'shqilinadi bu alomatlarini, lam uffin, lan uffin deb qo'shqilinadi. Yo'q, bo'lmaydi, bunda kelmaydi bu. Demak, alomatlarni qabul qilmadi. Bu shuning uchun ham bo'ladi, ism fe'l bo'ladi. Amin. Istajib degan ma'noda. Istajib degan ma'noda, ya'ni istajib degani nima? Ijobat qilgin degan gap. Ya'ni talab fe'l ma'nosi bor. Talab ma'nosi nima bo'ldi? Fe'l amr bo'ldi. Endi biz buni fe'l amr demdik? Yo'q. Nima uchun? Bu amrining ma'nosini bildirsimi, uning alomatini qabul qilmadi. Masalan, amin degan gapni muxotabaga akasak, bu muxotabaninki yosini qabul qilmaydi buni. Unda degilinmaydi. Ayol kishi muxotabaninki, ya'ni ayollikniki yosini qabul qilmaydi. Bundan boshqa bunda amrining siyg'asimi yo'q?
Hemen muş şekilde keladi bu, bir xil şekilde. Demek fe'llarning ma'nosini bildirib, uning alomatini qabul qilmasa, bu arab tilida ism fe'l deb ataladi. Bu fe'l qatoriga kirmaydi. Endi biz bugungi darsimizni ixchamlasak, al-fi'lu bi'atibari zamanihi thalathata aqsam. Fe'l vaqt e'tibori bo'yicha 3 qism bo'ladi. Birinchisi fe'l madi, uning tunishtirilishi ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin biz-zaman al-madi. O'zidagi ma'noga o'tgan zaman bilan birikib turib bildirgan narsa, masalan, jaa ijtihad ta'allama deganga o'xshagan. Uning alomati ta'nis, ayollikning sokinlik ta'sini qabul qilish, masalan, katabat deganga o'xshagan yoki domirning, ya'ni fa'ilning ta'sini qabul qilish, katabtu, katabta deganga o'xshagan. Fe'l mudari degancha bo'lsa, uning tunishtirilishi o'zidagi ma'noga hozirgi va kelgusi zamonni ehtimol oladigan vaqt bilan birikib turib bildirgan narsa, yaji'u yajtahidu deganga o'xshagan. Uning alomati sen, sawfa, lam, lanni qabul qilish, sayaqulu, lan aqula deganga o'xshagan. Amr uning tunishtirilishi fe'lninki, ya'ni amrning lamisiz muxotab fa'ildan bir ish harakatining yüz berishini talab qilishini bildiradigan so'z. Masalan, ijtihad, tirish, izhab, ba, ta'allam, o'rgan deganga o'xshagan. Uning alomati siyg'a bilan muxotabaning, ya'ni ayollik ikkinchi shaxs birlikning yosini qabul qilishi, ijtihadi, izhabi, uktubi deganga o'xshagan. Endi biz bugungi darsimizda fe'llarningki madi, mudari va amr iborat vaqt e'tibori bo'yicha 3 ga bo'linganligini o'rgandik. Endi bu mazi nereden paydo bo'ldi, fe'l mudari nereden paydo bo'ldi, amr nereden paydo bo'ldi deganda, endi fe'llarningki ishtiqoqlab, turinib paydo bo'lish chiqishi, ya'ni bir-biridan turinib chiqishi nereden paydo bo'ldi deganda, fe'l madi, ya'ni fe'lning asosiy tub manbasi fe'l madi nereden paydo bo'ldi deganda, yu'khadul madi min al-masdar ala awzan muxtalifa. Fe'l madi masdardan olinadi. Masdardan. Masalan, zahaba desak, bu zihabun degan masdardan olinadi. Daraba desak, darbun degan bu urmoq degan masdardan olinadi, ya'ni tub ismdan olinadi. Masalan, kataba, akrama, intalaqa, istarshada degan xilma-xil o'lchamda. Kataba 3 harf bilan, akrama 4 harf bilan, intalaqa bu 5 harf bilan shunga o'xshagan. Biz bu harflarningki ortiq kam bo'lishini keyingi darslarda so'zlaymiz. Demak, fe'l madi har xil o'lchamda masdardan olinadi. Unda o'z fe'l mudari nereden olinadi deganda, mudari fe'l madidan olinadi. Fe'l madining oldiga mudorat harflaridan birini qo'shish orqali olinadi. Deydi, yu'khadul mudari min al-madi. Mudari mazidan olinadi. Mudariat harflaridan bir harfning ortiq bo'lishi bilan. Ya'ni ma'lum bir mudariat harflari bor, ya'ni fe'l madini fe'l mudari qiladigan mudariat harflari bor. Shu harflardan birini akilish orqali nima bo'ladi? Fe'l mudari bo'ladi. Bu mudariat harflari qaysi? Hamza, ta, nun, ya. Masalan, azhabu desak, bu zahaba deganning oldiga hamzani akilish orqali fe'l mudari qildik. Tazhabu zahaba degan fe'l madining oldiga ta mudariat harfini akilish orqali fe'l mudari qildik. Yudahhalu shunga o'xshagan. Demak, mudariat harflari atayna. Atayna degan so'zga jug'iladi. Atayna desak, a hamza, ta, ya, nun. Demek mudari madidin muzariat harflarining birini ortiq qilish bilan mazidin olinadi. Unda o'z amr-chu, amr nimadan olinadi deganda, bu mudari'dan olinadi. Ya'ni mudari muxotabdan, xitob qilinguvchi olinadi. Chunki biz amrni kimga qilamiz? Muxotabga, xitob qilinguvchi qilamiz. Deydi, yu'khadul amru min al-mudari. Amr nimadan olinadi? Mudari'dan. Endi biz amr elish qoidasini durus lug'atda tushundik. Bu yerda qisqacha o'tib ketamiz. Amr elish nihoyat oson. Ya'ni biz fe'l mudari'dan amr olamiz. Birinchi qoida, amr olmoqchi bo'lgan fe'lning oxirini sukun qilamiz. Masalan, yazhabu desak, tazhabu desak, bu tazhabu degan fe'lni amr olmoqchi bo'lsak, oxirini qanday qilamiz? Sukun qilamiz. Nima bo'ladi? Tazhab bo'ldi. Ikkinchi qoida, mudariat harfini iftashlaymiz. Qaysida bunga kirib olgan mudariat harfi? Ta. Unda bo'lsa, tazhabu deganga ta'ni iftashatdik. Va qoldi. Endi bu va sukunliq. Bu sukun bilan o'qilolmaydi, gap boshlig'i bo'lmaydi. Unda o'z qanday qilamiz? Buningga alif akab beramiz. Pash o'qilgan alif akalamdiq, zvar o'qilgan alifmi, zir o'qilgan alifmi desa, aynning barobaridagi, ya'ni aynga to'g'ri keladigan
o'ttirdiki aynning baroberdagi harfi zavar yoki zir bo'lib qolsa, zir o'qilgan harfni kelim alifni kelimiz. Agar aynning baroberdagi harfi pash bo'lib qolsa, pash o'qilgan alifni kelimiz. Masalan, yazhabu desak, yaf'alu o'lchimida. Aynning baroberdagi bo'lgan ha nima o'qilganlik? Zavar o'qilganlik. Unda bo'lsa, zir o'qilgan alifni kelimiz nima bo'ladi? İzhab bo'ladi. Bu shunga o'xshagan. Deydi, amr mudori'dan ilinadi. Mudoriyat harfini tashlash bilan fa in kana ma ba'da al-harf al-mudari'. Agar mudari'at harfidan keyingi narsa mutaharrik, harakatlik bo'lib qolsa, ya'ni sukun bo'lmay harakatlik bo'lib qolsa, turika ala hali. Shu bo'yicha qolib qo'yamiz, ya'ni o'qilib bo'lgandan keyin shu bo'yicha qolib qo'yamiz. Va in kana sakinan, agar sukunli qolib qolsa, uningga pashi qilgan hamzini akilamiz. Agar uning ayni qada qilgan bo'lsa, pashi qilgan bo'lsa. Va zir o'qilgan bo'lsa, zir o'qilgan hamzatul vaslni cho'va akilamiz. Ya'ni hamzatul vasl. Hamzatul vasl degan nima? Hamza ikki xil bo'ladi. Ya'ni hamzalik alif birisi hamzatul vasl, yana birisi cho'va hamzatul qat'i. Hamzatul vasl degan nima deganda, hamzatul vasl deganimiz odatda bu hamzasiz elifni ko'rsatadi. Hamzasiz elifni ko'rsatadi. Buning alomati 5 dan bir so'z kelib qolsa, buni qo'shib o'qiymiz. Masalan, izhabni oldiga va kelib qolgan bo'lsa, vazhab, vaktub degan o'sha boshqa harf qo'shib bu talaffuz qilinmaydi. Hasaba yuhasibu. Yani tuhasibdan ilinadi. Oxirini birinchi qilib sukun qildik. Undan keyin mudori tarafini ap tashildik. Tuhasibu. Mudori tarafini ap tashlagandan keyin bu harf, ya'ni ha harfi harakat bo'lg'achqa o'z bet qilib qo'ydik. Hasib bo'ldi. Uqtul asli taqtulu. Mudori taraf eng avval oxirini sukun qildik. Taqtul bo'ldi. Undan keyin mudori tarafini ap tashladik. Qop harfi sukunliq. Taqtul deganiga taq qada sukunliq. Bundan o'qilinmaydi. Buning uchun bir hamzatul vaslni kelimiz. Ya'ni hamzatul vaslni akalimiz. Bu hamzatul vasli pashmuz varmuz zirak akalamdoq deganda buning aynan barobaridagi ta harfi pash o'qilg'achqa qatala yaqtulu pash o'qilg'achqa pashlik hamzani akalimiz nima bo'ladi? Uqtul bo'ladi. Izhab ijlis shunga o'xshash. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Buni oxirida mumkin berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Ishlash usuli xuddi ilgirki darslarimizga o'xshash to'g'ri javobni tanlaysizlar. Masalan, ixtar al-ijabati sahiha to'g'ri javobni tanlang. Birinchisi, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinan biz-zaman al-madi. O'zidagi ma'noga o'tgan zaman bilan birikib bildirgan narsa nima bo'ladi? Mozimi, mudorimi, amrimi? Shu bo'yicha to'g'ri javobni tanlaysizlar. Unda bo'lsa vaqtlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.